Center mashinasi mana shunda center zamon relesi bo'ladi. Bu suv kirib joy yomon bo'lib ketadi. Shunga hozir mana bunaqa universal center zamon releni ulab ishlatib ko'ramiz. Video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Operatorimiz akkuratni ushlab bersa, qimirlatmasdan jarayonni tak bosadigan tarafini o'zimizga qaratib olamiz. Pastki qatordan ikkinchisi plus bo'ladi. Olovrang qora palasali sim. Bu har doim plus. Bunga biz center zamon relaydan qizil simni ulaymiz. Аккуратный. Zelen tablar. Zelenchani tarang tortib qilaverasizlar. Bizi plusimiz bo'ldi. Endi bosadigan tarafi o'zimizga qarab turgan paytda pastki qator o'ng tomondan birinchi sim doimiy minus, ya'ni massa. Massani ulaymiz. Bir yilda bu center zamon relay kuyib qoladi, zavodskoy, chunki parvoy moykada maylarga suv urganda shtekeri yomon bo'lib ishlamay qoladi center zamon relesi. Shuning universal center zamon ular ko'rsatyapmiz. Videoda ko'rishni endi boshlaganlarga. Plus ulab oldi, endi minus ketdi. Foydali bo'lsa, bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Sementani tarang tortib uraverasizlar. Endi bizga ikkita yashil ko'k sim center zamon simi. Biz bu yerda alohida qilib qiyib oldik. Videoda olguncha o'rnini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Bosadigan tarafdan o'ng tomon birinchi sim center zamon plusi, bu yog'i minusi. Plus minus ochganda yopganda o'zgarib keladi. Ko'ngillarga qarab ulaverasizlar. Biz ko'kni fioletli simga ulayapmiz. Bu fioletli seriya sim, center zamonlar simi. Bu ikkala ko'k bilan yashil simga ulanadi. Ochganda yopganda bu ikkala simga 1 millisekund, 1 sekund, 1,5 sekund u yoqda plus minus tok keladi. Ochganda yopganda. Buni zavodskoy mayda bo'ladi. Uni istab topib yurgandan ko'ra bu ham ancha-muncha ishlayveradi. Ko'p qo'yganmiz bu narsadan bezatkal ishlaydigan narsa. Tarang tortib uraverasizlar. Endi ochganda yopganda keladigan massalar, unga yopganda massa kelsa, relay ishga tushib avtomobilni qulflab ochadi. Shopirda eshigidan minus kelgan paytda bu relay ishlashni boshlaydi. Ko'pchilik biladi. Просто foydali video qilib ko'rsatib qo'yamiz. Endi center zamonga qaratamiz. Tak, bu oq simimiz yop minus kelsa yop ekan. Minusi och ekan. Endi bizga ikkalasi kerak. Center zamonlar chap tomondagilari kerak emas bu mashinada, chunki center zamon zavodskoy bor. Bu center zamonga umuman yo'q mashinalarga bittasi pultga, bittasi shopirda eshigiga ulanadi. Biz endi
chap tarafdan bosadigan o'zingizlarga qarab turgan chap tomondan birinchi hamda 1 2 3 4-chi simlar ikkalovi bitta bo'lib ketadi. Bittasi ana sariq va bitta oq. Sarig'idan sentr zamovidan minus kelsa, oqidan shopirda eshigida knopka bor, ochib yopadigan detski. Shu detskidan minus 4 keladi. Bu ikkovini bitta qilib olamiz. Bittasini ulasanglar, ham bo'ladi. Bittasini mo ikkala simga, yana bittasini mo ikkala simga ulasanglar ham bo'ladi. Biz ikkalasini bitta qilib ulashni afzal ko'rdik. Alohida qilib ko'ngillarga qarab ulasanglar ham bo'ladi. Ikkitasini bitta qilib olganimizdan keyin o'zi bizda 2 dona sim qoladi. Havorang sim, havorang oq palasali sim. Buni ham ikkovini bitta qilib olamiz. Ikkovini bitta qilib olib, yopib ochganda shopirda eshigini yopganda bundan minus 4 kelsa, ochganda bunisidan minus 4 keladi. Hozir ulab bo'ldik. Endi plus minusini to'g'ri ulanganini, yopganda, ochganda sim to'g'ri ulanganini bir qator ko'ramiz. Hozir ochiq turibdi ekan. Qani qulflachi? Och. Sentr zamon simlarini ham to'g'ri ulabmiz. Agar mo'sim ochganda, yopganda alishib qolsa, o'rnini alishtirib qo'yasizlar. Shunday foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p.